Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib programma orqali mutlaqo sarmoyasiz pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Bugun konkurs navbati o'rtoqlar Telegram kanalida, tez o'tib Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun 22:30 da 200 rubllik konkurs bo'ladi. Bemalol o'tib qatnashsanglar bo'ladi. Telegram kanalini qanday topasizlar o'rtoqlar? Telegram kanal mana kanalimizning biosida turibdi. Mana Telegram kanalim deb linkini qo'yib qo'yganman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Ili o'rtoqlar kommentariyaga ham joylab qo'yaman. Xo'p, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda o'rtoqlar o'zim ishlatadigan mana shu programma orqali pul ishlab borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Bu programmani Play Marketdan bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar Telegram kanaliga ham yuklab qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Programmaga kirasizlar o'rtoqlar. Xo'p, programma ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Programmada o'rtoqlar biz qanday qilib pul ishlab borishimiz mumkin. Bu programmani o'rtoqlar o'zim anchadan buyon ishlataman. Xo'p, programma 100% pul to'laydi. Bemalol programmaga o'tib pul ishlab borsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga to'liq tushuntirib beraman qanday qilib pul ishlashni. Xo'p, mana bu yerda o'rtoqlar pastda 5 ta bo'limi mavjud. Glavniy, nagradi, petitsiya va mana bu sklad bo'limlari mavjud. Bu yerda o'rtoqlar bank, referal, novosti, Yaisa, Kalsiva, Fortuna va Svyaz bo'limlari mavjud o'rtoqlar. Xo'p, birinchi bo'lim glavniy bo'limi. Bu bo'limda pastda mana bu yerda pastda выплаты игрокам, ya'ni oxirgi marta pul chiqarganlar istoriyalari turadi o'rtoqlar. Mana bu bo'limlarning hammasini video oxirrog'ida sizlarga tanishtirib o'taman. Bu yerda nagradi bo'lim bor, ustiga bosasizlar. Programmada o'rtoqlar mana bu vazifalarni bajarib ham bemalol pul ishlab borsanglar bo'ladi. Men shuncha vazifani bajarib tashlaganman o'rtoqlar. Mana buni olib bo'lganman. Xo'p, buni ham olib bo'lganman. 10 ta odam ham chaqirganman o'rtoqlar o'zim. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganingizdek 10.000 ta, ya'ni 100 rubllik bonus yutganman mana bu yerda. Xo'p, mana levelim hozirda 3-leveldaman o'rtoqlar. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman, lekin 3-urvendaman. 4-urven ham mavjud bo'lsa kerak menimcha jigarlarim. Xo'p, 4-urvenga qanday o'tishni bilmayman. O'zlari o'tkazib qo'yadi o'rtoqlar, qanchalik aktiv bo'lsangiz. Bu yerda mana Yaisa bo'limini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bizda o'rtoqlar programmada mana bu tovuqlarni sotib olib, ya'ni boqib, bizda programmada oddiygina pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda kuritsa bor, mana bu o'rtoqlar nima deydi? Bitta shetda ishlarkan, ya'ni 1 soatning ichida bittagina tuxum ishlaydi va kuniga 1 kilogramm nima deydi? Yemish deydimi, o'shanaqa narsa yeydi bu ham o'rtoqlar. Bu yerda utka bor. Utka bizaga 1 soatning ichida 10 bitta tuxum ishlaydi. Bu ham kuniga 10 kilogramm nima deydi, yemish yeydi. Bu yerda gusiya degan tovuq bor, ya'ni bu o'rtoqlar soatiga 62 ta ishlaydi. Bu bir kunda 50 kilogramm yemish yeydi o'rtoqlar. Bundan 4 ta bor, bundan 4 ta bor, bundan 27 ta bor o'rtoqlar. Oxirgi mana bu petuh degandan yo'q o'rtoqlar, bu sal qimmatroq turadi. Mana bu gusiyadan 6 ta yig'saylik, biz mana bu petuhga bittasiga almashtirsaylik bo'ladi. Bu o'rtoqlar soatiga qancha ishlashini yozmagan. Agar mana buni 6 ta qiladigan bo'lsak, mana bu qancha o'zidan statistikasini chiqarib qo'yadi. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar, bizda hozir mana tepada yemish qolmagan. Xo'p, mana bu yerdan sabrat degan tugmani ustiga bosib, hammasini bosib yig'ib olasizlar o'rtoqlar. Har bitta sabratni bosganingizda 5 soniya nima deydi, reklama beradi. O'sha reklamalarni ko'rib bemalol yig'ib olsanglar bo'ladi. Yig'ib olgandan so'ng mana bu yerdagi sklad bo'limiga o'tadi. Men hozir o'rtoqlar mana buni hammasini yig'ib olaman o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, men hammasini separat qilib oldim, ya'ni yig'ib oldim. O'sha bitta reklama ko'rdim, bittasini ko'rdim, bitta reklama berdi, ikkalasini reklamasiz bajarib qo'ydim o'rtoqlar. Bo'ldi. Endi mana sklad bo'limiga o'tsanglar, mana o'rtoqlar yig'ib oldi. Endi bu bo'lim orqali boyagi tuxumlarni hammasini sotib yuboramiz. Xo'p, mana bu yerdagi product, ya'ni sotish degan tugmani ustiga bosasizlar. Bunda ham o'rtoqlar 5 soniya reklama ko'rishingiz kerak. Men hozir hammasini sotib olaman. Xo'p o'rtoqlar, mana hammasini product, ya'ni sotib oldim. Mana bu yerda OKchani ustiga bosib qoldiramiz. Bo'ldi o'rtoqlar. Xuddi shu tariqa biz programmada oddiygina pul ishlab borishimiz mumkin. Mana bu yerda kupit degan tugmani ustiga bosasizlar, yemish sotib olasizlar o'rtoqlar, bo'ldi. Endi mana bu yerda aytyapti o'rtoqlar, 10 bitta kuritsa, ya'ni 10 bitta tovuq bitta utkaga teng bo'lar ekan, ya'ni almashtirsalik bo'lar ekan. Keling, shuni almashtiramiz. Bu yerdan obmen degan tugmani ustiga bosasizlar. Bu yerdan hozirda ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Da degan tugmani ustiga bosasizlar. Va o'rtoqlar mana almashtirib qo'ydi. Bu yerda OKchani ustiga bosib qoldiramiz. Mana utkadan boy 4 ta edi, u vas 5 ta utka bo'ldi. Mana bunda esa o'rtoqlar 16 ta qoldi. Yana bitta almashtirsaylik bo'ladi. Endi bu bir necha soatdan keyin obmen bo'limini yoqadi.
Xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar biz programmada pul ishlab borsak bo'ladi. Bu yerda mana bu bo'lim ham bor, ya'ni programma haqida ma'lumotlarni ko'rib olsangiz bo'ladi bu bo'lim orqali. Bu yerda biz yana glavniy bo'limiga qaytamiz. Bu yerda bank bo'limini oxirrog'ida tushuntiraman. Bu yerda referal bo'limi bor, ya'ni programmaga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib programmada bemalol pul ishlab borsangiz bo'ladi o'rtoq. To'g'ri, foizi kam bo'ladi, no ishlasa bo'ladi. Bu yerda novisti bo'limi mavjud. Bu yerda yaissa bo'limi mavjud. Ustiga bosasizlar o'rtoqlar. Bu yerda biza har kuni besplatniy tuxum yorsangiz bo'ladi yoki nima deydi, internet orqali ham yorsangiz bo'ladi. Yoki mana bunaqa qilib sotib olsangiz ham bo'ladi. No, biz hozir besplatniyni ochamiz. Besplatniy ustiga bosasizlar, bu yerda внимание beradi, ya'ni okey, понятно ustiga bosasizlar bo'ldi. Biz o'rtoqlar ko'ryapsizlar, mana bu yerda tuxumlar yorilay deb qoldi. Mana shu 100 mingdan tugatganimizdan so'ng o'rtoqlar bizga bitta kuritsa 50-100 ta pul beradi. Shunaqa qilib ham pul ishlab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'rtoqlar, agarda sizlar 20 so'mlik reklama ko'rsanglar, mana bu yerda clicker deyapti. Har bitta bosganlaringizda 100 tadan ketadi. Hozir menda bittadan ketsa, sizlarda 100 tadan ketadi. Mana shu reklamani bir 4 marta ko'rsanglar, o'sha mana bu tuxumni yorib qo'yasizlar o'rtoqlar. Men 2 marta yorganman. Tez bo'lsasizlar, yoriladi o'rtoqlar, problema emas. Xo'p, bu orqali ham pul ishlab borsangiz bo'ladi, bemalol o'rtoqlar. Xo'p, bu yerdan bir marta chiqamiz. Bu yerda отправить, ya'ni связь bor, ya'ni o'zini adminlari bor. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar mana tepada pullaringiz turadi. Bu yerda statistika. Xo'p, bu yerda endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Programmaga hech qanaqa pul kiritilmaydi, faqatgina pul chiqarish bo'limi bor. Pul chiqarish uchun o'rtoqlar mana bank degan tugma ustiga bosasizlar. Mana o'rtoqlar 152 rubl, 79 rubl va 13 rubl pul yechib olganman o'rtoqlar, 100% to'lab bergan. Bu yerdan перевод degan tugma ustiga bosasizlar. Xo'p, biz o'rtoqlar hozir nima deydi? Payerga bu yerda vod telefoni mana bularga yechib olsangiz bo'ladi, ya'ni telefonga yechib olsangiz bo'ladi yoki vod Yumani kошелёкka yechib olsangiz bo'ladi. Hozir o'rtoqlar menimcha buni minimalkasini tak 10 ming qilib qo'yganmi deyman. Xo'p, hozir ko'ramiz o'rtoqlar mana. Hozir bizda 3 ming bor edi. Xo'p, mana o'rtoqlar minimum 10 ming pul kerak ekan o'rtoqlar. Pul yig'ish juda ham oddiy. Hozir bizda o'rtoqlar anchadan beri programmaga kirmaganman, shuning uchun o'rtoqlar har bir pul yig'ilgan, har bir tangachamiz bor. Xo'p, mana bu pulni ko'paytirishimiz kerak. Mana shu pulni qanchalik ko'p bo'lsa, nima deydi? 10 mingdan ko'p bo'lsa biza yechib olsangiz bo'ladi. Menda hozir 30 ming, 3 ming bu o'rtoqlar 31 rublga teng bo'ladi o'rtoqlar. Nima deydi? Programma 100% pul to'laydi. Bemalol o'tib pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, biz o'rtoqlar keyingi videolarimizda mana shu programmadan yana sizlarga pul chiqarib ko'rsatib beraman o'rtoqlar. Programmaning silkasini men Telegram kanaliga yuklab qo'yaman yoki Play Marketdan o'zlaringiz tortib olsanglar bo'ladi. Farqi yo'q o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, programma haqida to'liq ma'lumotlarni bizning Special Money Telegram kanalimizdan bemalol olsanglar bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, programmada qanday qilib pul ishlash, qayerdan skachat qilib olish hammasi tushunarli bo'lsa, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.